Gezer nakşimiz her yanni sadası yanrıtı Davamına yaxşımı? Bugün naq meydana çıkışımdaki sebep aldın qatım YouTube'umda mı degendim. Şuna şu işini azırak dep koyuş. Ondan keyin şu bugün bu hem de tensaklık çayxanası boğandaki yanılam tensaklık'a yetnersen gep kılay dep oyladım. YouTube'umda asaslıqı ya körütüp de qeyrindaşlar jıqlavatıdı. Şu YouTube'da asaslıqı hem de ders qatar desem o boludu. Resimlerini çıkarıp diyendek Facebook'tan da usullarını oxumaqaşqa. Rahmet körütkan qeyrindaşlarga. Hem de bu muşu hem öyle psikolog olup kettik müşkillerde. Şunlaşqa muşu etrafımızda bu atkan işler, psikikimiz bozulup ketdi diyendek her xil geplerni anlap turmiz. Şu toğrusida azırak toxtalay dep oyladım. Avazım qandaqroq bo'latydy qeyrindaşlar? Bugünkü hem de sözlemekçi boğunum asaslıqı cahil adamның psikikisi. Qandaq boludu? Cahil adamның xarakteri qandaq boludu? Anandan keyin şu cahil adamның aşnaq cahil bolup qelişniki sebepleri. Anandan keyin şu cahil adam bilen qandaq qılıp münasebet o'rnatamiz, andan keyin qaylı qılmaz degan usullarni azırak sözlep berey dep oyladım. Normal çıkıvatamda rahmet Uygur adam qeyrindaşım. Bularni sözleştim burun. Aldın qatım YouTube'umu sözledim. Vaqtçada Facebook'ta deydisem avazım tanışap bulamay. Qılamğantım hazır avaz yaxşı çıkıp ötüptü. Şu aldı bilen deydiğinim hem de şu Facebook'taki Uygur qeyrindaşlarımız Facebook'ta pek gördük ya. Facebook'ta pek işledik hem öyle. Hem şu benim bu Facebook'taki dostluk 5000'de eşip kesse dostlukni qabul qılmaydık ya. Şunlaşqa şu hazır benim 4900'den eşipdi. Hem de buna desem ahmaqның dostular deyişinler mümkün. Mam dastlabda Facebook'niki dostlar manga dastlab mamta Facebook'ni ishlatgan 2 yil oldu. Dostlar qabul qilish nimasi kelgan chaqda uniki profilga qarab qilatdim. Ama YouTube ishlagan yoqi ko'plab shu do'stlik menga avatganlar ko'p bo'ldi. Bo'lib O'rta Osiyodan Rus ism qo'ygan Uyg'ur do'stlar borki, men Rus chiqmagandiki, atrofdagi Ruscha biladigan do'stlarni qilsam Uyg'ur ekan dedi, shuni bilan qo'shib yerdan olib ketdim. Shuni demakchi 4900 nechini eshibdi, endi oz qoldi demakchi. Şunlaşqa o vaqtcha yana bir akkaunt ochaman deb o'yladim. Şunlaşqa qeyrindaşlarga deb qo'ymoqchi hamda men do'stlik avatgandiki men qabul qilmay qolsam ham to'g'ri tushunasizlar demakchi. Men qo'mda bir muhim odam emas, shunday bo'lsa-mu, men u tansaqliq qanalim shuni yaxshi ko'rib foydalanayotgan do'stlarlar ko'pga. Şunlaşqa shu ne deb qo'yay dedim. Anandan keyin men hozir shu Facebook'ga naq maydonga aralab chiqyaptim. Naq maydonga rasmsa yangi chiqqan chaqda yomon jiqqalqa komment deymizmi, chaqchaq deymiz, u bular ko'p bo'ldi. Shuning bilan do'stlarnikiga hamisiga javob qaytarib bo'lamadim. Shunlashqa bundan keyin naq maydonda amal bor naq maydonda javob berutay dedim. Shunga javob qaytaramsam xapamanglar demakchi. Meni bekachimga deb qamanglar, men aldirash o'zim kuchliq. Şunu demekçi ama YouTube'da aldığım qatımı qeyrindaşlar xapamanglar, şu mening naq meydanımga Yapondagi qeyrindaşlar o fikirlerini, gaplarni yazgan bo'ldi. Ko'rdim, men aldirashib qilib qaytaramadim. Şunlaşqa ko'ngillar amanglar demakchi.
Anandan keyin shu YouTube'da dedim, shu YouTube'niki kanalımniki hem de tensaqlıq bo'lgan bilan 70-80% tensaqlıqda qatarda onundan keyin yaxshi xabarlar qaysi davlatlardan masalan hamma davlatda biz paylanadigan turmushimizga qulaylik pul beradigan ishlar bo'lsa hukumatdan eng asosli naq gapinday böyle pulning muhimligini bilib turyapmiz. Şunlaşqa men demoqchi shu agar men netçilar aloqalash qo'ydim o do'stlar masalan Yevropa taraflarda Angliya, Fransiya, Turkiya degandek do'stlar shu o'zlari shuni masalan shu turayotgan shaharda davlatniki qaysi shaharlarda qandoq yaxshi ta'minotlar bo'lsa shuni yaxshi qisqa qiliblar ulanishni avatpasanglar men shu YouTube kanalimniki har qatimning qancha odamda har qatim bo'lmasligi mumkin paylanish xabarlar yoki yaxshi xabarlar deb chaplab qo'ysam anandan keyin do'stlar paylansgan deganni ham YouTube'da degandim men Facebook chiqib bir qatim deb qo'ydim nima uchun degan chog'im dastlabda Facebook'a chiqib shu bir-birimizga yaxshi xabarlarni yetkazili deb bir qator so'zlarni qilsam degan shunday do'stlar shu bir biz Uyg'urlar bir-birimizga yaxshi xabarlar bermaydi ekanmiz deyishdik. Shunlashqa boshqalar qani biz qilib baqsaq mamdo degan o'ylab shuni tensaqliq kanalimniki YouTube kanalimniki ostiga chaplab do'stlarning paylanib qolishiga sunay deb o'yladim. Shunlashqa hamda buni hamda do'stlar aktivlik bilan men avatib tursanglar har qanday tilda bo'lsa bo'laverdi uyg'urcha qisqa tushuntirish berib linkini yozib qo'ysanglar undan keyin men chaplab qo'ysam bo'ladi. Onun jiqish ketmaydi deb o'ylayman. Bizning qarindoshlar qachon boshqalar biladigu deb o'ylaganlar bo'lishi mumkin. Ba'zilar bo'ldilar, boshqalar bilsin imkonim bilmasa deydiganlar bo'lishi mumkin. Ammo nechtalar Uyg'ur bor chet elda shunga o'zaro bir-birimizga yaxshi xabarlarni yetkazib tursak. Masalan, oddiy Xitoycha bo'lsa-mu, shu Kanadaniki Xitoy torbatlarida ham ancha ko'rgan bo'lib shu Kanadada hazır korona Xitoy virusi deb 28 kunlikning bo'ldi. Shuning oldida bir Xitoyniki videosini ko'rib qoldim. Xitoylar shunday tashviq qiladi ekan o'zaro. Mushuna vaqtda qanday hukumatdan paylanamiz, qanday pul yurdi deganlarni. Shunga o'xshash qisqa xabarlar bo'lsa deb qilsanglar, hamda boshqa xabarlarni masalan xalqaro xabar deymiz, Trumpning ishlari deymiz, vatanning ishlari deymiz. Kunni ko'rib turyapmiz hamda hozir media bak kuchli bo'lg'ashqa shunlashqa hamda mushunchalik bu Facebook bilan YouTube ne mushunchalik so'zlay. Mushu joyillik psixikasi qandoq bo'ldi deganni bir tushuntirib o'tay deb o'yladim. Atrofimizda azdir ko'pdir anglab turmiz. Mening mijozim joylaroq, men joyil, men mushundoq deydigan gaplarni. Shunlashqa joyil degan nima degan gap bir psixologlarniki din izlanib tepib qildim men bu. Shunga hamda buni bir o'zaro buni fikrlash baqsaq deb o'yladim. Cahil xarakter hamda nəhayət tərs bo'ladi ekan, buni o'zgartirish xarakter degan o'zgaraydi. Ammo bu cahil degan qandoq bo'ldi degan chog'da men böyle asosan o'qimiz cahil odamniki shu cahil deganimiz deydi. Mening rostlab o'zining ideyasini, o'ylig'ini o'zgartay deb o'ylamaydigan odamni cahil odam deydi ekanmiz. Bu ne demesem ben böyle okumaz. Şunlaşqa etrafımızda mı erlerde köprek buluş mümkün. Ayarladı mı ba. Şunlaşqa müşniki hem de cahil adamniki karakter qanday oldu. Nima sebepten şuna cahil bulup qalgan. Anındaki şu cahil adam bilen qandaqsıga münasebet o'rnatimiz, onundaki qandaq hal qilmayız degan usullarni azroq so'zlab o'tay deb o'yladim. Hamda buning yomon tarafi o'ylasaqlam jahil deganni shu yomon tarafdan o'ylab olamiz. Har qanday qishniki shu jahil degan gapdan shu boshqalarning fikrini qabul qilish qilmaydigan, xato bo'lsa-mu, otdan uzangisini tushmaydigan deb qo'ydigan gapimiz yo'q, shunga o'xshash. Hamda yaxshi tarafi, birdan bir yaxshi tarafi shu har qanday ishni masalan jahillik qilib oxirigacha ilib chiqish deydi ekan psixologlar.
Hem şu bundaq cahil adamның alayligi qandaq bo'ldi degan chaqda atrofimizda ko'p, menda bo'lish mumkin. Hem şuna muşuna anlap özüңler, yo'ldoshinglar, ayolinglar, balalaringlar degandek, ota-onanglar degandek qaysi jahil hammasiga tushib ketmasligi mumkin. Shunday bo'lsa-mu, qisqa tushuntirib bitay deb o'yladim. Alayligi 9 turlik alaylik bo'ladi ekan. Birinchisi boshqalarning o'ylig'ini qaraganda o'zimning butunlay to'g'ri deb qarash. Çoqum bir ishlarni çoqum shundoq bo'ldi deb o'zining fikrini qattiq turish. Andan keyin ikkinchi alaydagi qarshi tarafga utirib qo'ymayman, o'zimning to'g'ri. O'zining xatolashganini bilib tursa-mu, iqror qilmaslik. Iqror qilsa-mu, qarshi tarafning sababidan ekanligini so'zlab atrofdagilarning fikrini yig'ish. Bunda adamlar ko'p bu atrofimizda, shu Facebook'larda ko'p. Ondan keyin üçüncüsü bu cahil adamning xarakteri. Cahil adam o'ziga haddidan ortiq ishongashga, o'zini boshqalardan alaydi deb o'ylab oldi ekanda. Ondan keyin to'rtinchisi bu cahil adam o'zining acizligini yushirish psixikasiga ega bo'ldi ekan. Ondan keyin boshqalarga deyolmaydigan acizligi bor bo'lish mumkin yoki burun bo'lgan. Shunga shu acizligi sababidan o'zini butunlay butun kuchi bilan deydi. Qo'g'dab o'zidan boshqa odamga ishonmas psixikasiga ega bo'lib qoldi ekan. Ondan keyin bu cahil adamniki hamda 5-incisi o'zining tuzib qo'ygan qoidasiga boshqalar olishib qolsa qattiq achchig'i keladi ekan. Ondan keyin 6-incisi bu cahil adamning ruhiy jihatda ojiz bo'lib, boshqalar biror fikr bersa ichi titidlab bulamay qoldi ekan. Yana bir tarafdan ko'ngli bak inchik bo'lib, oson tushkunlashib ketadi ekan. Agar bu cahil adam boshqalarning fikrini qabul qilib qolsa, o'zimning maydon yo'q bo'lib qoladi. Shunga o'zimning fikri chim turishim kerak deb jahillik qiladi ekan. Ondan keyin 8-inchi bu cahil adam boshqalar mening fikrimga hurmat qilib moslashish kerak degan xiyol bo'lg'achqa o'zining dunyosini markaz qiladi ekan. Agar boshqalar shu qarshi fikrda, ideyalarda bo'lib qolsa, ichi titillab ketadi ekan. Turolmay qoldi deb qo'ymiz-ku. Ondan keyin 9-inchi alayligi o'zini boshqalarga kuchli ko'rsatish, ulug' odamdek ko'rsatish uchun shuna psixikasiga bo'lg'achqa deydi. O'zida aniq xatolik bo'lsa-mu, bo'yniga olmaydi va boshqalarning sababi deb biladi. Boshqalarga ortib qo'ydi. Mush 9 turlik alaylik bo'ldi ekan. Shu atrofimizda undaq do'st birodarlar bo'lishi mumkin. Shunga buni hamda buning sabablari qanday degan chaqda sabablari bu inchik bo'ldi ekan. Buning sabablari eng cho'ng 4 turlik sabab bor. Buning birinchi eng cho'ng sababi ota-ona tarbiyasidan keladi ekan. Psixologlar shuni deb yakunlabdi. Ota-onalar kichik vaqtlarda mo'ylarni buni qilsang bo'lmaydi, uni qilsang u cho'qim shunaqa bo'ladi deb qashqa kallamiz sinib ketgachga shu ota-onamiz ba'zilarda anglaymiz-ku, dadam jahil o'qishga men jahil, opam jahil o'qishga men ersiyat qolgan deyishlarimiz bor. Ersiyatni ayrim bir YouTube'da so'zlayman deb o'ylayman. Bu ammani men ersiyatga ortib olsak bo'lmaydi deb o'ylayman. Ondan keyin bu jahil bo'lib qolishning ikkinchi sababi
burun bir ishongan odamniki yuzsizlik qilib oldishidan odamga qat'iy ishonmas bo'lib ketish psixikasi bo'ladi ekan. Ondan keyin uchinchisi shu burun bir ochiq tajriba saboqning sababidan ikkinchi qatam yana o'zining yana shundoq shu ochiq saboqqa ega bo'lib qolishidan ansirab butun kuchi bilan o'zini qo'g'dash psixikasi bo'ladi ekan. Ondan keyin shu bu johil bo'lib qolishning sababining to'rtinchisi cho'ngaroq bir natija qozongandan keyin boshqalar har qanday gap qilsa qo'liga kirmay mening rost mallam to'g'ri gap qilman deb johil bo'lib ketadi ekan. Ondan keyin hamda bu qanday usullar bu johil odam bilan qanday munosabat qilamiz, qanday fikrlashimiz deganniki hal qilish usullari muboka 3 turli. Hamda bu johil odamni o'zgartirish nihoyat ta'sirli ekan. Adamning xarakteri to'g'risidami, bu to'g'rilikmi ayrim so'zlayman deb o'ylayman, odamning xarakteri o'zgaradi. Bunda johil odam bilan qanday munosabat o'rnatamiz degan chog'da birinchilab oldi bilan yog'ondan bo'lsa-mu, shu o'xshash fikrimni bunda anglab ishimizni qilishqash degan shu yiqilishish, asosda yiqilishib fikr birlikka keltirib, ondan keyin uni qoyil qilishga kuchash usuli bor ekan. Ondan keyin ikkinchisi bu johil odamning fikrini anglagandan keyin u sen xato deding deb turolmay shu johil odamniki shu fikrini hurmat qilgan asosda o'zaro shu masalani yaxshi hal qilgan usulni tepishgan hamda. Ondan keyin uchinchisi bu bek muhimki hamda johil ekan deb atrofimizdagilar aralashmayman degil bo'lmaydi. Har qanday odamning har xil xususiyati, xarakteri bo'ladi. Shunlashqa hamda bu uchinchisi shu o'rtaq bo'lgan do'st, ya'ni shu johil odamni obdan biladigan odam bilan fikrlashib, maslahat qilib, undan keyin masalalarni hal qilish usullari bor ekan. Shunlashqa hamda Xudoyim sog' olsin, johil bo'lishdan mening bu hamda johillik deganni yaxshi taraf ishlatsak yaxshi deb o'ylayman hamda. Balkim ko'pchilik o'ylaydi. Masalan, oddiy o'zimni misol olsam, men shu Facebook naqmaydan chiqib shu nimani so'zlayman deb qilsam, kallam kirib olsa, johillik qilsam desam bo'ladi. Bilasizlar, uniki YouTube'da bir mazmunni cho'qim so'zlaychi desam, mana shuni qilyapmasam ichim titildaydi-da. Ammo men endi unday aytgan chog'da ozroq o'zim foyda bo'lib qolsin deb o'ylayman. Endi qarindoshlar shunday yaxshi foydalanib, yaxshi fikrlarni beryotdi. Shuningdan endi o'zim xo'shallik deb ataman desam bo'ldi. Nima uchun degan chog'da bu doktorchilik kasb mening birdan-bir ovoz tuvanma ovozni qanday qotdim bu hamda qiziqishim boshqa hamda o'zimning ishidan chiqarib ixtiyor emas deyman bir hisobda ixtiyor emas qiziqishim boshqalam shu chiqib so'zlab ketyapman. Shunga bu johillik to'g'risida shunchalik so'zlay, men psixolog bo'lib ketdim desam bo'ldi mushkullarda. Men emas, hamma psixolog hozir mushkullarda shu psixikimiz undoq bo'ldi, psixikimiz tushib ketdi deymiz. Psixika degan nihoyat bir murakkab fan desak bo'ldi, ilm. Shunlashqanda ko'ngli qornimizni keng tutib, johillikni tashlab, johillikni yopuchida ganko deb qattiq toshdek deb qo'yamiz-ku. Shunga o'xshash ishlar bo'lgandiki, o'zgarmaydigan odam yo'q. Cho'qim o'zgaraychi deb sirtki odam o'zgartimi deb javob atgandan o'zining ishidan bunday gaplarni demesam muaymanlar obda o'qislar. O'zining ishidan qaynab o'zgaraychi, boshqalarnikini anglab boqaychi degan o'ylab, mana shunaqa nimalar borki, psixologlarning nimasidami, men ancha-muncha ko'rib qo'yman. So'rinlar bo'lsa, masalan, o'zaro 3 odam parang qilsa, 3 odamdan ko'proq odam qilsa, parang qilishgan chog'da odamlarning psixikasi ko'pinchasiniki boshqalarning gapini ancha quloq olib ketmaydi ekan. Tinglab ketmaydi ekan.
o'zimniki navbat qachon kelar, men qachon so'zlayman deb shu talmirib turdi ekanda. Men buni rostini desam shu yapon vaqtimda Yaponning TV'sini ko'rib, TV'da shu bir-birisi bilan fikrlashidi. Artistlar bilan odatda masalan doktorlar deganda bir-birisiga fikr bermaydi-da, varqirashib. Aniki xalqning gapini anglashni o'rgan, bu bir cho'ng bir san'at nima deydikin deb tikanman shu vaqtlar rostini desam. Men shuni qaragan shu vaqtcha xalqning gapini anglab keldim, o'qimayman. Qulqum yumshoq o'zimning. Shunga mundaq kenda keyin diqqat qilib baqdim, mundaq o bir yig'ilishlarda degandek diqqat qilsam demisimi ikkinchi kuni uningdan buni bir gaplarni qilsam shunday gap bo'ldimi deydi ekan. Shunga odamlarniki ko'pincha o'ylamdi asosli psixikimiz mushunaqa ekanda dedim. Shunlashqa shu anglashmi bir nihoyatda anglab berish yoki anglab shuni hazm qilib o'ylashmi bir cho'ng bir san'atga, cho'ng bir bilimga deb o'yladim. Shunga endi ko'rayotgan do'stlar boshqa fikrlar bormi yo'qmi? Mening YouTube'larim qandaq bo'yatdi? Nihoyat yaxshi qo'llayapsizlar, ko'pdan ko'p rahmat. Men bay degandek, shu oldin qaytdim Facebookda shunday komment alqa fikrlarni yozishib qilgan chog'da javobni qaytarib bo'lamadim. Shunlashqanda shu naq maydondan javob qo'ytay dedim. Men bu xat yozish bilan qo'sham yo'q rostdan desam. Shunga ham bir ish ras. Men YouTube'ni davomli deb turyapman, hamda davomli deyish kerak ekan. Mening YouTube'imni ko'rib turmagandiki, qarindoshlarim ko'rgan xabarlari ko'p. Shu maslahat so'raydigan do'stlar amal bor WhatsApp. Men shuni nima yozib qo'ymay, yana Facebookning ustiga mo'ya astig'mi WhatsApp nomerimni, boshqa nomerlarim bor. WhatsApp nomerini yozib qo'ysam, shuni maslahat qilinglar. WhatsAppda shunday o'z qo'shib maslahat qilib qo'yatgan qarindoshlar bor. Nima uchun degan chaqda birdan bir sabab, ham sizlar yozsanglar, gapsanglar bo'ldi, ammo men o'zimning boshqa ishlar bo'lg'achqa gap bilan maslahat beray dedim. Yozib mesela Arapça, Uygurca yazığımız, Latinçaga tezaraq yazmay, amma Arap nimani bek yazib bulamayman, amma ishni qo'l telefonimda qilma. Demakchi, necha qatim dedim ish qilib YouTube'larda bek ko'p davatma. Desammi yana shu Facebookning ostiga, Instagramga, hatto Signalga, Telegramga shularga xat yozib qotidi qarindoshlar Messengerga degandek. Shunlashqa vaqtida faqat javob qilamagan do'stlarimiz, qarindoshlarimiz bor. Shunga hamda amal bor, hamda men WhatsApp, men YouTube'ni eskartib turma davomli. Shunga hamda shu WhatsApp nomerimni qo'shib olib, shuningda so'z qilsanglar yoki xat yozsanglar, uning mumkin amal va vaqtida javob berishga tirishaman. Buldu hamsa bugun shunchalik so'zlay. Bir hozir kessa 9 qoldi. Kanada Toronto shunday so'g'aq bo'yatdi. Xabar ko'rib aldirash hammanglar boshliq qapaqib ketdi, xabarni to'liq ko'rib. Ko'rayotgan qarindoshlar jixlayotdi, ham tushib ketay desam bugun hamsa shunchalik so'zlay 20 minutga yaqin so'zlabdim. Ma'qul hamsa hammanglarniki har vaqti xayrlik bo'lsin. Hammanglarga salomatlik tilayman. Xayr xo'sh. Ovoz bo'sh. Tursunjon ovozni hamda buni men YouTube'ni qilib YouTube'da yasab deyman, gaplarni topamaydan qolib qoldikmi ya. Ovozni cho'ngiltib boshqadan qilishni planladim, bo'lmasa anglayapmiz. So'zlab bo'ldim. Rahmat. Hali jiq so'zladim. Facebook naq maydon chiqqaniga bir ishni hamda davomlashtirg'im keladi ekan, bir ishlarni davomlashtirish oson emas ekan. Ba'zi bir do'stlarim bor,
hıcılımay bizden olup gettiniz, çıkarıyordan olup gettiniz diyenler var. Onun yürek gereken dedim. Şunlaşka kardeşler sizlerle çıkıp paran kılıp özara bilmege yerlerini bilişip, soruşup kısak ama o kallımızga qalaymaqa yaman alqı yaman haberler köplep ketdi bir hesapta. Onu oylasak mı oylap alqıp bulamayız. Onu buludu. Buldu. Ben bu da yana ama şu Facebook ama Instagram'nik aldım qatim çıktım. Instagram'ның avaz yaxşıken ma o Facebook'niki avazı hem Facebook'un köme özemden göre başka qeyrindaşlar Facebook çıqat qalan şunda yaxşı çıqırıp atıdı. Men şulardan sorap qanday qilishni qilib uni ekin qilayamsa. Buldamsa hem bir qatam xo'shlashyapti. Ma'qulamsa xayr xo'sh, hammalarniki har vaqt xayrlik bo'lsin.